Isroillik najaslar bilan urushib ketdim, ularni tushirib yubordim, janjal bo'lib ketdi, urush bo'lib ketdi. Aqranalar ham keldi, ular bilan ham urushib ketdim. Sallada ham basharing urib ketibdi o'sha edi. Nima bo'ldi? Zakaz tushdi, shunda qaramasdan yubordimda. Shunda odamga o'xshab o'tirishyapti, oddiy odamlar o'tiryapti. Atki belgilangan o'zi men bundoq anaqa navigator qidirsam, Isroil posolstvoga dedi. Nima dedim? Isroil posolstvoga dedi. Biz o'zi o'shdamiz, o'zi shu yerda yashaymiz, o'shga ko'chib ketmoqchimiz endi yana dedi. Asli anaqami yahudiymi desam, ha deyapti. O'zbek tilida shunaqangi zo'r gapiryapti. Keyin tushdim mashinadan, yo'qol dedim, tezladim, tushib ketdim, atmay qilsang qil dedim, xolasang pul qo'shib beraman senga dedim. Davay surdim. Desam, nimaga ichingizda nafrat yotibdi? Nimaga unaqa tezda asabiylashib ketyapsiz? O'zingiz bosolmay qoldingiz, bosalmay qoldingiz dedi. Meni orqada bolam o'tiribdi, mana dedim. Orqada bitta bolasi o'tiribdi. O'zi bilinib turadi, yuzidan bor-ku, hali rusga ham o'xshamaydi, o'zbekga ham o'xshamaydi. Bilinib turibdi yuzidan. Shu bolangni olib borib turib, shuni o'ldirsam, qanaqa vaziyatga tushib qolasan, qanaqa vaziyat bo'ladi senda ichingda dedim-da. Sanlar ham o'ldirgan, shuncha odamlarni o'ldirgansan dedim. Bu yosh bolachalarni Falastindagilar, o'shalar meni birodarlarim edi, yaqinlarim edi dedim. Uni biz qilma, sanlarda qoniy o'shanda o'qiyapti dedim. Davay tush desam, keyin shuni olib bordim, shuni tushirsam, bu yoqda amna qilib tekshirayotgan Isroilga, hali hamma yahudiylarni tekshirib posolstvoga olib kirib ketish joyidagilar, hali aqrani olmoshi endi otdi. U bilan